Do'stlar, mana bu yotoqxonam bu institutmi? Tushunmayapman. Mana shu boladan so'ray. Assalomu alaykum, keling. Soating pul yutib olasiz. O'zbekcha bilasizmi? Ha? Voy, jonlari sog' bo'lsin do'stlar, qaranglar. Mana shu kim? Voy, gap bo'lishi mumkin emas, aka. Assalomu alaykum. Soating 1 dan 100 gacha yoqtirgan soningiz? 50. 50 pul sizga oling, aka. Qani ketdi sanimiz. Ha, ha. 50 gap. Aka, men siz shu yutig'ingizni 100 ming qilib beraman agar siz Temur Bratga подписка shart emas. Просто istoriyamni ko'rgan bo'lsangiz bo'ldi. Istoriyammi? Temur Brat bor edi-da, agar o'chirib taylagan bo'lmasa. Temur Brat, o'zingiz telefoningizdan ko'ring, aka, iloji bo'lsa. Hozir подписка o'zimchi? Ha, подписка bo'lib qo'yavering. Demak, подписка 100% bo'lmagan. Shuning uchun aytaman, istoriyamni ko'rgan bo'lsangiz bo'ldi, aka. Men sizga yana 100 ming so'm beraman. Aha, shu yozing. Подписка bo'lmagansiz, aka? Voy, aka, bo'lib qo'yinglar, bunaqa qilmanglar, aka. Ya Temur yozasiz, aka. Emas. Aha. Bu narsani ko'p ko'rdim men. O'rtada nimadir bo'ldi-da, bir almashtirib. Temur bitta chiziqcha tegi. Mana, istoriyam ko'rilmagan, aka. Men sizga подписка demadim. Hozirgacha faqat mana shu istoriyamni ko'rsangiz bo'ldi. 100 ming beraman dedi mana shu istoriyamni. Joningiz sog' bo'lsin. Aka, o'yinimiz yoqdi. Yutuqingiz olishingiz mumkin. Aka, charchamaylar. Hali kelaman, xudo xolasa. Do'stlar, kommentariyada keyingi mazmunlarni berib yozib ketsanglar bo'ladi. Men istoriyam uchun ham pul beraman. Bu narsani esingizdan chiqarmanglar.